Nahotki bir qo'pol bo'lsa ham bo'lsa bir odam o'ldirgan odammi ham borku, bu 5 oy 6 oy ichiga haligi hukmini olib qo'yadi. Bittaga aytaman. Qayerdan yozganingni bilasiz? Qaraganda. Tak. Hozir aytaman. G'ayrat akam qo'shildi haqiqatan shu joyga. Ha, mana. Qarang, bulbulni chiqsalar qafasga, qarg'a qayerda har nafasda qolmasa qadrini qiymati g'ayratlar yashasa damasa deb yozib qo'yadi. Yashang. Ishonasizmi? Shu yozdim. Kim buni o'zgartirdi? Sababi g'ayrat akam yana berishmadi. Sababi Shoirmisiz? Har anaqada yangilar. G'ayrat akam qo'shildi haqiqatan. Bu insonni borga damasa ikkita bolasini nima qilib ko'rib qo'shildi aslida. Bu qopiyaga juda chiroyli keluvdi. Yana to'xtaydi. Meni ham bitta she'rim bor, haligi qo'rqa aytaman ozginagina. Buni ichidan baribir g'alamuslar haligi Bir-birini yasholmasdek. Qo'rqa aytaman, undan keyin uyga qaytaman deb aytaman boshlangan. Aytiladiga. kambag'alni botil deya zindonband qildik. Kambag'alni botil deya zindonband qildik. Xotinlarga unvon berib, ko'klarga otdik. Xorijga qul bo'lmoqni tijorat bilib, or nomus eshiklarini lang ochib qo'ydik. Yetim bokiralar nomusini sotdik. Ha, yetim bokiralar nomusini sotdik. Murg'ak dunyolarini botqoqqa otdik. Amaldorga mumkindek ko'z yumib qo'yib, nohaq hakam hukmlarini haqqa teng qildik. Biz hamon vijdonsiz, biz o'sha, biz hamon shafqatsiz, biz o'sha. Qo'ygandan aytmay qo'ya qolaylik. Qo'llari uzilmas Qur'on duoda yaxshilar ko'paysin yorug' dunyoda. Allohu akbar. Rahmat. Jizzax viloyati jinoyatlar ishi sudiga keldik. Mana xohlasa. Assalomu alaykum. Jinoyatlar ishi sudiga keldik. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlarmi? Sirojul media anonsiga sudiga keldilaringizmi aka, bir tilak bildirsangiz. Mana qariyb bir oydan beri 20-iyulda boshlangan proses. Shundan beri har prosesga qatnashib turib biz Toshkentga ketmoqchi bo'ldik. Bu nima qilganim Sirojiddin bilan eskiga tanishdim. Qayerdan kelgansiz aka? Toshkentdan keldim. Bu hammasi uyushtirilgan, narsa qilingan, hammasi nima qilib bilinib turibdi. Bu sudda, majlisda sud tergovi deb hammasini tasdig'ini topdi deb o'ylayman. Nasib bo'lsa, bugun oliy sudlovimizga ishonaman. Bugungi sud majlisida nasib bo'lsa, eson-omon nima qilib oqlab chiqaradi degan umiddaman. Rahmat akajon. Rahmat. Opajon, Sirojiddin mediaga qanday tilaklaringiz bor? Qayerdan keldingiz? Sirojiddin media eng yaxshi insonda, xalqimizga juda ham ko'p yordam qilganda, unga hech qachon uni bir ayb boshqasi yo'q. Xalqqa hamisha yordam qilgan insonda u tuhmatga qoldi. Nima uchun unday tuhmatga qoladi? Uni xalqimiz unga ham bir nima bordir-da, agar gapirilmayim qoldim o'ylab. Aka, sizga navbat. Sirojiddin shu elparvar, xalqparvar yigit. Uni kimiki yuragida bir iymoni, insofi bor yaxshi insonlar hammasi yaxshi biladi. Endi guruch kurmas bo'lmaydi deganda ba'zi qo'shtirnoq ichidagi ba'zilar, lekin ularning gapiga hech kim parvo qilmaydi. Xalq o'zi biladi Sirojiddinning qanaqaligini. Xudo xolasa bugun adolat qaror topib Sirojiddinni Qayerdan kelgansiz aka? Toshkentdan. Rahmat akajon. Assalomu alaykum akajonlar. Qayerdan keldilaringiz? Sirojiddin mediaga qanday tilaklaringiz bor? Maqsadimiz bitta, duol chiqish. Bu Ozodlikka chiqish. albatta Xudo xolasa, bugun farzandlarim bag'riga eson-omon qaytishini hammamiz tilakdoshmiz. Hammalaringizga rahmat. Ilohim. Sizlarchi? Assalomu alaykum. Qayerdan keldilaringiz? Katta Qo'rg'ondan keldik, Samarqand. Sirojiddin mediani qayerdan taniysiz? Sirojiddinni blogerlik endi chiqib boshlagandan beri Sirojiddinni taniyman, muxlisaman.
har doim hammani chiqaradigan roliklarini ham, videolarini ham ko'rib borganman. Uni juda ham yaxshi taniyman, oilasini ham taniyman. Olayim shu Samarqanddan kelib o'tibmiz, har doim kelmagan vaqtimiz ham uni nimalarda kuzatib turdik. Olayim chiqib oilasini bariga eson-omon qaytishini juda ham xohlaymiz. Sirajiddin juda ham haqqiy halol bola. Men uni yaxshi bilganim uchun aytyapman. Oilasi ham yaxshi, oilalari juda ham yaxshi oilada o'sgan, tarbiya topgan odamlar ular. Yolg'onchilikni bilmaydigan odam, halol odamlar ular. Rahmat. Dergit bilan tuhmatlardan Allohning o'zi asrasin. Amin. Yuzini yorib, tuhmatlardan qutulib, oilasi bariga qaytishini xohlayman. Shunday. Hech kim qamalmasin. Hech kim qamalmasin, hech kim qamalmasin. Shunday. Tuhmatga yo'liqmasin. Shunday. Tuhmatlar ham o'zlarini boshiga tushgandek biladi, tuhmat nimaligini. Ularga ham yaxshilik tilaymiz. Ularning ham boshlariga bunaqa kunlar tushmasin. Shunday bo'lsin. Assalomu alaykum opajon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qayerdan keldingiz opa? Jizzax shahridan keldim. Sirajiddin Mediani qayerdan taniysiz? Sirajiddin Mediani kajonimdek tanimman. Xolisman, faqat YouTube'da ko'rib turaman. Haqiqiy insonligi uchun. Xolis xizmat, xolis bo'lib kelgansiz. Faqat Sirajiddin jongamni oilasiga, bola chaqalarining oldiga borishni xohlayman. Allohim mana shu to'rtta farzandimga Sirajiddin jonni o'zi Alloh berganmi, Sirajiddin jon o'zi egallaysin. Oilasini oldiga yetib borsin. Ilohim. Mana oilasini ham mazasi yo'q ekan. Banisaga tushib qolibdi. Yig'lamang opa, yig'lamang. Siz qayerdan taniysiz Sirajiddin Mediani? Assalomu alaykum, yaxshimisizmi? Paxtakor tumanida turaman. Bu Sirajiddin Mediani shu internetlarda, YouTube'larda ko'rganmiz. O'tgan safar keldik, sud qoldirilgan edi. Endi mana bu safar yana keldik. Ilohim nima deymiz, oilasi bariga qaytsin. Kelinchagi bilan ham tanishib qolgandik, hozir mazasi yo'q deganiga juda ham yurakdan achinayapmiz. Mayli Alloh Assalomu alaykum opajon. Yaxshimisiz? Rahmat. Sirajiddin Mediani sudiga keldingiz. Nima sababdan? Qayerdan taniysiz? O'zingiz tanishtiring. Ommaviy axborot vositalarida, YouTube'larda ko'rib taniyman. Chunki men shu hayotga, mana shu nimaga qiziqaman. Davlatimiz siyosatlariga, mana prezidentimiz, blogerlar, mana ishonchli nimalarim deb aytganlar. Xudo xohlasa mana boshidan qatnashib kelyapman. Mana bugun muzokara so'zi o'qiladi, hukm chiqariladi. Xudo xohlasa adolat yuzini ko'rgani kelganman. Xudo xohlasa adolat qaror topsin. To'rtta farzandi bor ekan, to'rtta farzandiga egalik qilsin. Har bir banda borki, beayb parvardigor deyilgan. Har bir banda xato qiladi, xatosiga yarasha jazo olinadi deyiladi. Meni fikrimcha mana shu sud jarayonida bu odamni men aybsiz deb bildim. Men oliy ma'lumotli emasman. Mana shu advokatlarning so'zidan, mashaqqatlardan tinglangan narsalarimni inobatga olib, men bu odamni adolat qaror topadi, aybsiz deb o'ylayapman. Xudo xohlasa adolatli hukm chiqaradilar sudiyamiz. Bolalariga borib o'zi bosh bo'lib egalik qiladi. Bolalariga bosh bo'lib o'sha bolalarning rohatdan ko'rib yursin, ahli oilasiga egalik qilsin. Rahmat. Siz aka? Sirajiddin ukajonimizni taniganimizning sababi mana bu internet tarmoqlari orqali mana odamlarni mushkulini oson qilib, haqiqatni yuzaga chiqarishda ish qilib, odamlarga imkon qadar qo'ldan kelsa yordam berib, mana shu xalqning savobini olib yurgan inson edi. Endi shu boshiga mana shunday musibatli kunlar tushgan ekan, Allohim Allohning o'zi mushkullarni oson qilsin. Mana shu sud zalidan adolat yuzaga chiqib, ularning yuzlari yorug' bo'lib, farzandlari, oilasi davrasiga eson-omon yuzi yorug'chilik bilan borishni Allohim nasib ro'za aylasin. O'sha mana shu sud zalida ilohim mana shu adolat barqaror bo'lganini ko'rib, ko'zimiz bilan ko'rib, xolis sifatida o'zimiz guvohi bo'lishimizni ilohim shu uchun kelganmiz, mana shu sababsiz bo'lib, ilohim mana shunda ozodlikka chiqdi. Ilohim, amin. Sizlarcha assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Sirajiddin Mediani qayerdan taniysiz? Men o'zim jurnalist bloger Fatima Jo'rayeva bo'laman. Ijtimoiy tarmoqlarda faollardan bittasiman. Sirajiddin Mediani bilan shuna qachondan tanidim.
bo'ldi. 2021-yil Urnol ertasi tomonidan kaltaklangan erkaklar tomonidan o'ldirmoqchi bo'lishgan. O'shanda u tomon chaqirib, Sirojiddinni oqlab bering bizni, opani qoralab bering, yolg'on gapiryapti deganda, Sirojiddinni holatni boricha ochiq oydin namoyish qilgandan keyin men u bolaga nisbatan hamma narsani xolisona baho berishi haqida shaxsan o'zim guvohi bo'lganimdan keyin qattiq hurmatim uyg'ongan. Xudo xohlasa bu bolani aybi yo'q, hamisha halol, to'g'ri ishlagan deb aniq ishonch bilan ayta olaman. Shuning uchun men insonlar orqasida doim birga turaman degan umiddaman. Turamiz. Xudo xohlasa bu safar oqlanadi, chiroyli bo'lib xursand bo'lib chiqib ketamiz degan. Ilohim uyiga, farzandlarini bag'riga eson-omon qaytsin. Qaytsin. Adolat qaror topsin. Ha, hurmatli bugun mana sudda ishtirok etuvchilar, men Jizzax viloyati Sharof Rashid tumani Qosim Ustaman. Sirojiddin Odilovni muxlisiman desam ham bo'laveradi. Chunki hamma ko'rsatuvlarni olib o'rganman, hammasi odilona bo'lgan, halol bo'lgan, xalqni yonini olib yurgan bola. Buni niyat qilib kelib o'tirib qarasa, Sirojiddin bugun oqlanib, yuzi yorug' bu bolalarni oldiga qaytadi. Biz shunga tilakdoshmiz. Biz Sirojiddinni hamma vaqt qo'llab kelganmiz, bundan keyin ham qo'llaymiz. Sirojiddinga ozod Ilohim. Alloh ozod qilsin. Bo'ldi shular. Yaxshi, xudo xolasa, yaxshi niyatda kelganmiz. Qayerdan kelgansiz? Jizzaxdan. Sharof. Ammalaringiz. Rahmat aka. Tilaklaringiz ilohim Alloh onasiga yetib borsin. Siz aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz Samarqanddan keldik. Sirojiddin Odilovni men deyarli yoshligidan bilaman, 12 yoshligidan bilaman. Chunki sababi Sirojiddin Odilovni dadalari ustozim bo'lgan. Alloh rahmat qilsin. Ko'ngli toza, qalbi pok, onalariga mehribonlik ayol edi. Shu insonlar farzandlari. Endi bugun mana oxirgi sudga kelib o'tiribmiz. Bir odillik, adolat bilan hukm chiqarishni, ozod etishni so'raymiz. Chunki Sirojiddin Odilov xalqimizni yetuk, ziyoli, o'qimishli, vatanparvar, xalqparvar yigitlardan biri deb o'ylayman. Yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Sirojiddinni hurmatga loyiq inson. Bugun xudo xolasa oqlanib chiqib ketadi. Hammamiz xursand bo'lib ketamiz. Siz gapirasizmi? Nima deymiz endi, iloyim yorug' yuzlarda chiqib o'zimiz bilan olib ketaylik bola chaqasini bag'riga. Shu Sizcha? Hammamiz hayajondamiz. Birga qaytib ketish nasib qilsin. Amin. Jizzax viloyati jinoyatlar ishi sudiga keldik. Hammamiz Jizzax shahar jinoyatlar ishi sudi bugun Sirojiddin medianing oxirgi sudi. Assalomu alaykum akajon. Sirojiddin medianing sudiga keldingizmi? Qayerdan keldingiz akajon, o'zingizni tanishtiring. Men shu Jizzax viloyatidanman, Zartor tumanidan. Aha. Shuni qatnashtirdik. Keldik shuni. Qanchadan beri kelasiz bu yerga aka? Orada bir marta kelmadim, 4 marta keldim. Ha, bu kelishingiz 4-kelishingiz. Rahmat akajon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. birda degan tushunchalar. Bu holatda sizning fikringiz qanaqa? Nima fikrlar gapirmoqchi bo'ldingiz internetlarda yo boshqalarga? Endi yangi O'zbekiston deymiz, lekin yangi O'zbekistonda juda ko'p narsalar mana bir qaror chiqsa, ikkinchi qaror birinchi qarorni xuddi yo'qib chiqaradigan, ya'ni qarama-qarshi chiqariladi ba'zida. Endi bu yerda oldin sudlovning amalga oshirish sudyalar va xalq maslahatchilari deb bu yerda ko'p narsalarga yozib qo'yishadi, lekin shu narsalarga o'zlari amal qilishmaydi. O'sha vaqtida bizlarni 1,5 yil oldin sud qilishgan bo'lsa, hali ham maydonda olsa, hali ham sizda shtrafingiz yo'q deb yozib qo'yishdi. Hatto bizlar
Oliy suddan yutib chiqqan bo'lsak ham bo'ynimizga nimalardir ilinib qo'yilgan. O'shaning uchun bilmadim endi avvalisi vijdonan bo'lish kerak, nimaiki qilayotgan bo'lsa. Shu sudyalar ham, deylik qamaladigan ham, ozodlikka chiqadigan ham, qamatadigan ham hammamiz xalqning ichida bizlarda, bitta xalq bizlar. Agar shu hech bo'lmasa shu rahm siyla degan narsa bo'lganida edi, bunaqa ahvolga tushmagan bo'lardi. Hozir kimni qaramang, birovga cho'q qazigan, birovni o'sha yopishtirishga, shu kimdir qamatsa-yu, shu qanaqadir bir zvanya solsa. Mana shu holatga kelib qolganmiz. Kimdir o'sha ko'proq shtraf qilsa-yu, xuddi go'yoki xalq ko'ziga yoki davlat ko'ziga ishlayapman, men ish ko'rsatyapman degandek ko'rsatishadi. Endi Sirojiddin akani qilgan ishlarini odam bir ko'rib chiqsa, faqat xalq xizmati bo'lganda, faqat xalq xizmatida yurdi. Lekin shu Siroj akani avvalisi chaqirib turib qamashga emas, navoiy bir medal berish kerak edi. Shunday. Xalq xizmatini qil deyingi. Qayerdagi tiktokerlar, qayerdagi umuman ana to'rtta qo'shiq bilan o'ynatib qo'yadiganlar bor, boshqa bor yoki umuman olib qaraganda bir faxishni reklama qilib chiqadiganlar bor, hozirgi blogerlar ayniqsa. Mana shularga medal berilyapti. Aslida xalqni xizmatini qilib yurganlarga mana shunaqa azoblar. Endi faqat adolat tilaymiz, boshqa nima tilaymiz. Faqat adolat. Rahmat. Agar adolat bo'lsa, bugun ko'rinadi. Xudo xolasa. Ilohim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana Sirojiddin Median sudiga kelibsiz. Mana suddan ko'nglingiz to'ldimi? Men endi Sirojiddin Mediani faqat internetlarda ko'rganman, YouTube'larda ko'rganman. Shu bo'yicha xolisona keldim. Qanday sud bo'lar ekan deb qiziqib keldim. Chunki biz ham bu masala bo'yicha yugurlar ko'p qilganmiz. O'shaning uchun bu sud qanday ekan degan maqsadda keldim. Yo'q, umuman qoniqmadim. To'g'risini aytsam, bu kishilar sarson bo'lib shu yoqdan kelyapti. Yo bu yog'i endi dangal gapirish kerak. Oddiy fuqarolar ham o'yinchoq emas. Mana xotini kasal. Qayerdan kelgansiz? Men Paxtakordan keldim. Oddiy misol Paxtakorda bir ichki ishlar meni o'g'limga tuhmat qildi-da, o'g'ri topilgandan keyin o'g'limga tuhmat qildi, sud bo'ldi. Sudda 2 yil sudni cho'zdi-da, qilmagan ishimizga 2 yil sudda moddiy ma'naviy zarar ko'rib yurayverdik. Sudyalar u tomonga yon bosdi. Formasi bor edi-da, mana uchastkovoy tuhmat qilgan-ku. Keyin biz yutib chiqmadik-da, u yutib chiqdi. Keyin u yutib chiqqandan keyin ko'rsangiz, endi nima qilishni bilmay qoldik, sarson bo'ldik, boshqa bo'ldik. Bizni hisobga olmayapti. Faqat tanish bilish bo'lyapti-da, sudni shunday qilib yopyapti. Men sudyalarning o'yinini ham bilaman-da, ba'zi bir xillar o'yin ham qilyapti-da. Keyin men aytdim, qarang, bu tuhmat qilyapti. O'g'ri topilgandan keyin uyimga borgan desam, borganim yo'q dedi. O'sha forma kiygan bola Paxtakorda Uyg'un ismli uchastkovoy. Keyin tuhmat qilgani yetmaganda yolg'on gapirdi, sudyani chalg'itdi. Qani qamab qo'ygan, qamab qo'ysin uni ham. Nima uchun oddiy fuqaroni qamab qo'yatdan, forma kiygan qamab qo'ymaydi? Tuhmat qilganini tan oldi-ku. Qani haqiqat? Qani endi ko'raychi o'sha sudyalarga ish ochadimi? O'sha boyagi uchastkovoyga ish ochadimi? Ochsin, uni ham qamab qo'ysin. Yolg'on gapirganini tan oldi. Mana endi nima bo'ladi desam, endi yarashib qo'yavering deydi prokurorimiz. Paxtakor tumanida. Yaxshi narsa aytdimi? Zo'r narsa aytdimi? Undayda bizni ular qo'y o'rnida ko'ribdi-da. Nimaga o'sha uchastkovoyda qamamayapti? Oddiy fuqaroni qamaydi-ku, qilmasa qamab tashlaydi. Tuhmat bilan ham qamayapti. Lekin uni qilgan ishiga qamamadi-ku. Mana haqiqat yo'qligi qayerda? Jizzaxda. Jizzax viloyati Paxtakor tumanida umuman haqiqat yo'q. O'zlari qilib, o'zlari yopishtirib yuraveradi. Sud bo'lsa sudlar ham u tomonga o'ynaydi. Mana men 2 yil moddiy ma'naviy zarar ko'rdim. Qani to'lasin endi. Moddiy ma'naviy zararimni o'sha Uyg'un kesimda to'lasin. Qamalmadi-ku, mazza. Qancha moddiy va ma'naviy zarar berish kerak sizga? Moddiy ma'naviy zarar 2 yil qon yig'lab tuhmati uchun yugurib yurganman. Qancha berish kerak sizga moddiy va ma'naviy zarar? Men uni bilmadim-ku, moddiy ma'naviy zarar birovdan o'ndirib ko'rib o'rganmaganman, lekin moddiy ma'naviy zararga kirib ketyapmiz. Qani Jizzax viloyatida bironta nazorat, qani nazorat? Nazorat degan narsani o'zi yo'q. Forma kiydimi? Uniki prav, u zo'r. Qonun bo'yicha gapirayotgan bo'ladi. Lekin oddiy fuqaro bo'lsa, oddiy kiyinsa,
bu haqiqat yo'q. Bunda yolg'on, bu tuhmat qilayotgan bo'ladi. Qachongacha shunday bo'ladi? Mana hozir men sudga kelib ko'ryapman, oddiy fuqaroni qamab qo'yibdi mana. Endi qilganmi, qilmaganmi uni o'zi biladi. Men hech narsa deya olmayman, chunki guvoh bo'lmagan hech narsaga xolisona kelyapman. Qamab qo'yibdi-ku, lekin qilgan odamlar, forma kiyib, ishda qilib qo'ygan odamlar o'tiribdi-ku paxtakorda ishini davom ettirib, formani kiyib ishlab yuribdi-ku. Nima uchun bunday bo'lyapti? Bizda haqiqat har doim borku, mana oddiy fuqaroga kelganda boshqacha, qonun odamiga kelganda boshqacha ishlayapti. Mana hozir men ko'rib ta'sirlanib ketdim, yig'lavardim, o'zimda o'ylab yig'lavardim hozir. Nima uchun bunday bo'ldi ekan? Bu oddiy fuqaroni qamab qo'yyapti. Forma kiygan odam bizga tuhmat qilganda qamab qo'ymagan-ku, yolg'on gapirib sudlar chalg'itgan, 2 yil sud bo'lgan, biron bir ish ochmagan-ku unga. Nimaga bunday qilgan? Endi qonuniy chora ko'rishni talab qilaman. Qonuniy qamoq jazosini berishini so'rayman unga ham. U ham mana shu rushvatganchilik o'tirsin. Nega forma kiysa o'tirmaydi-da, forma kiymasa o'tiradi. Mana endi men hozir ichkarida so'z berganingizda ta'sirlanib yig'lavardim, ko'rdingiz. O'zimdan o'tganini o'zim bilaman. Oddiy fuqaro bo'lgani uchun o'tiribdi, forma kiygani uchun, forma kiygani uchun o'tirmayaptimi? Yo'q, bu yerda hammani bir ko'zda ko'rsin. Uyg'un ham kelib o'tirsin shu rushvatgan ichida. Men talab qilaman ana shunday o'g'limga tuhmat qilganiga javob bersin-da, shu rushvatgan ichida mana shu bola o'tirgan joyda forma kiygan uyg'un ham o'tirsin. Qonun hammaga barobar bo'lsin. Men ana shu qonunda barobar bo'lishiga yordam berishini so'rayman prezidentimizni. Mana shu ishlar noqonuniy bo'lgan. Hamma joyda forma kiygan yutib chiqyapti-da, forma kiymagan qamoq jazosi berib, ana sudgacha ham 6 oylab, 7 oylab o'tirar ekan-ku. Nega qilgan ishiga o'tirmayapti? Qamoq jazosi bersin uyg'unga, Yusupov uyg'unga. Rahmat. Mana Jizzax viloyati jinoyatlar ishi sudiga keldik. Sirojiddin Adilovning sudi kelayotgan dushanba kuni chiqimga qoldirildi yana. Mana bloger va jurnalistlar hammasi shu yerda. Endi nima deysizlar opa, Sirojiddin mediani anosiga keldilaringiz, mana sud qoldirildi. Endigi safar yana kelasizlarmi sudga? Alloh nasib qilsa albatta kelamiz, chunki biz mana hozir umid bilan keluvdik. Adolatni qaror topishini ko'ramiz deb keluvdik. Afsuski qoldirildi. Men bitta narsaga hayronman. Yaqindagina shu ommaviy axborot vositalarida sudlar haqida gapirilganda sudyalar xafa bo'luvdi. Bizga tergovni to'liq qilib olib bermayapti. Bizning sudyalarimiz tergov to'liq bo'lmagani uchun sud jarayonida tergovchini ishini bajaryapti dedi. Hozir shu holatni men haqiqatan guvohi bo'ldim. Hayronman, nimaga o'sha tergov to'liq olib borilmagan? Agar kamchiligi bo'lsa, muzokaraga kirmasdan oldin, muhokamaga kirmasdan oldin nimaga sudya o'sha guvohlarni chaqirtirmadilar? Ha, mayli chaqirmabdilar. Mana o'tgan hafta ham muzokaraga hali tayyor emasmiz dedilar. So'zga dedilar. Hozir tayyor emasman dedilar-u, yana mana 3 kun 4 kun o'tgandan keyin shu holatni bilarkanlar. O'sha guvohlarni o'sha hozir 12 ming, 5 ming to'g'risida gapiryaptilar. Chaqirganlarda hozir davom etganda bo'lmasmidi shu sud? Chunki vodiydan kelyapti, qancha viloyatda, O'zbekistonda nechta respublikasi bo'lsa, ma'lum respublikaning nechta viloyati bo'lsa, barchasidan kelyapti. Chunki shular ham adolat istab, haqiqat istab kelyapti. Hozir men o'ylaymanki, bu qafasdagi odam adolat qamab qo'yishdi deb o'ylayman men. Chunki mana ko'ryapsiz, ichki ishlarda ham katta xodimlari qo'lga tushirdi-da, lekin chiqarib tergovga qatnab tergov berishdi. Sud yopiq bo'ldi. Bu yerda ochiqlik bo'lyapti, ochiq sud bo'lyapti. Hamma advokatlar so'radi. Kafil bo'lishyapti. Mana inson huquqlari himoyachisi Abdurahmon Tashanov kafil bo'lyaptilar. Qancha odamlar keyin pul qo'yishyapti. Nimaga? Nima pul qo'yiladi-ku? Garov puli, nima puli? Depozitka pul qo'yishyapti. Pul bo'lsa, O'zbekiston fuqarosi bo'lsa, shu xalqqa xizmat qilgan odam nahotki shu bitta yo tergovdan, yo haqiqatan qo'rqib chet elga qochib ketadimi? Chet elga qochmaydi-ku, hech bo'lmasa farzandlarini oldiga ruxsat berilsin. 4 ta go'dada nima ayb? Masalan, hozir eshitishimcha bolasi kasal debdi, ayoli kasal debdi. Bularga ruhiy ta'sir bo'lgan bolalarga. Bu bolalar kelajakda qanday qilib bu avlodlarimiz kelajakni yaratadi? Bizni kelajak avlodimiz-ku. Mana men sudlarda sud jarayonlarida eshitdimki, oila a'zolarini ota-onalari ham ziyoli oiladan bo'lgan ekan. Shu ota-onani izidan borib bir ziyoli
fuqaroni, ziyoli insonni, oliy ma'lumotli insonni mana shu qafasga tiqishi to'g'rimidi? Men noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki bularning orqasida mana 4 ta o'g'illari bor ekan, mana shu 4 ta ustun bo'lar. Mana shu O'zbekistonimizga xizmat qiladigan farzandlar bo'lar. Bular ruhiyatida qanaqa ta'sir qilsa, qanaqa qilib xalqimizga, kelajak avlodga bular foyda beradi yoki masalan xulosa qiladi. Chunki nohaqlikni ko'rib o'sgan kelajak avlod nima bo'ladi? Biz faqat nimani tarafdorimiz adolatni, kelajak avlod ham bizdan qoladigan kelajak avlodga faqat adolat qolishini istayman men. Chunki bu hayot davom etadi. Bu oxirgi zamon emas, hayot to qiyomatgacha davom etadi. O'shangacha mana shu zurriyotlarimizdan adolatli, haqda haq deydigan insonlar chiqishini xohlayman men. Chunki Alloh yaratganda temirni yaratgan ekan. Insonni yaratib, temirni yaratib, temirdan toshi tarozi yaratib, adolat tarozisini yaratib insonlarning qo'liga berib ketgan. O'sha adolat tarozisini mahkam ushlaydigan adolatli biz insonlar yetishini xohlaymiz. Adolat chiqsin mayli. Nima bo'lsa ham bolalariga borib bosh bo'lsin. Qayerdan keldilaringiz? Men o'zim Jizzax viloyatida tug'ilib o'sganman. 97-yildan beri Toshkent viloyatida tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Hozir yana bitta qo'shimcha qilib ketaman. Men masalan adolat istab yuribman. Meni o'zimga ham adolatsizlik bo'lgan. Hozir mana tergov jarayonida deb qaytaryapti. Lekin men mana shu yerda o'tirib guvoh bo'ldimki, kechasi 1:30 da ham olib kelib turib, ta'ziq o'tkazib, shunga ko'rsatma berasan debdi. Kimga ta'ziq o'tkazgan? O'sha da'vogarlarga bilishimcha 1:30 da mana shu sudda o'zlari ko'rsatishdi. 1:30 da. Qayerda 1:30 da? Meni o'g'lim 2023-yil 18-mart kuni Zomin tumanida avtohalokatga uchrab halok bo'lgan. Mana shu o'g'limni avtohalokatga uchragan deyishdi, lekin men qo'rqmay aytalaman, 100% mingda o'g'limga suiqasd qilingan. Chunki tergov to'liq olib borilmagan. Mana 4 marta tergov bo'ldi. Men yuqori turuvchi organ hammasiga murojaat qilganman. Lekin adolat istab to'xtamayman. Nima uchun? Qazoga qadarga ko'nganman o'g'limga. Lekin mana shunday adolatli tergov olib borib, adolat himoya qiladigan xodimlar o'lib ketishini hech ham xohlamayman. Onalar mendek zo'r qaqshab yig'lashini xohlamayman. To'g'risi, chunki o'g'lim adolatli bo'lgan, xalqni himoya qilgan bilishimcha. Meni bilishimcha, lekin meni qo'limda juda hujjatlar bor. Men tergov jarayoniga borganimda. O'g'lingiz qayerda ishlagan avval? Zomin tuman prokuraturasida prokuror katta yordamchisi bo'lib ishlagan edi. Afsus, bolamni o'ldirib yuborishdi. Familiyasi nima? Kenjayev Ilyor Islomjonovich. 4 ta qiz farzandi qolgan. Men o'sha 4 ta qiz farzandi uchun ham adolat qaror topib, xalqqa xizmat qilganini, uchun ham shu 4 ta qizining yuzi yorug' bo'lib tik qarashini xohlayman. Chunki ular 4 marta tergov bo'ldi, 3 tasida o'g'limni aybdor qilishdi. 4-chisida asoslarni ko'rsatib beringlar debman. 82 qilib reabilitatsiya oqlab berishdi. Lekin men asos so'rayman. Nimaga 3 ta tergov o'sha jarayonda ketyapti-da, 4-tergovda 82 qilyapti. Qanaqa tergovchilar tergov qilyapti? Qanaqa tergovchilar, qanaqa prokurorlar o'tiribdi yerda? Kimga ishonib topshirib qo'yibdi bu sohani? Qancha yoshlar bitirib chiqyapti? O'zimcha yoshlar bitirib chiqyapti. Ichki ishlar vazirligidan ham, yuridikadan ham oliy ma'lumotlar rosa bitirib chiqyapti. Nimaga o'sha yoshlarga berilmayapti? Bu tizimni chopish kerak, mening fikrim. Yoshlarni qo'yish kerak. Tizimni to'liq almashtirish kerak. O'shandagina adolat qaror topadi deb o'ylayman. To'g'ri. Rahmat opajon. Rahmat. Shunday yigit tuhmat bilan o'tiribdi. Noto'g'ri 6 yil berilyapti bu. Juda ham to'g'ri pok yigit. To'g'ri ishlaydigan yigitda Sirojiddin. Qayerdan kelgansiz opa? Jizzaxdanmi? Hamma xalq butun onalar bilib o'tiribdi tuhmatligini. Kimdir bor buni boshida. Bizlar norozi bizlar. Yirgan 6 yiliga, 5 yiliga. Tushunmagan narsa ekan-ku, mana meni hozir. Yo'q, yana mashina olib kelganini qaraydi, bir odam o'ldirganga o'xshab. Odam o'ldirgan yo'q-ku. Bechora xotini kasal bo'lib qolibdi. Albatta. Mana Jizzax viloyatida hunarmandlikka meni a'zo qildida, ishxona ochib beraman dedi. Ishxona ochib beraman dedi, 7 million bir oldi, jami 20 million pul oldida. Hozir o'shani ishini 83 deb yopyapti. Firibgarlik yo'li bilan ishxona ochaman deb yana telefon qilyapti. Biz tizimdan deyapti, tasdiqlandi. Bo'ldi, mashinkalarni egasiga berib yuboring, pul chiqib yotaveradi deyapti. Qani haqiqat? Ozodlik tilaymiz. O'sha odamni qamamayapti-ku. Qamasin o'sha odamni, men ham bir ko'raychi.
firibgarlik yo'li bilan ishxona ochaman deb meni aldab yopishtirib ketgan. Lekin tergovga borganda 83 deb yopib yuboryapti, uni ana deb qo'yyapti. Nima? Oddiy guvoh deb o'tkazib yuboryapti-da, boshqa firibgarlikka guvoh deb o'tkazib yuboryapti. Qani haqiqatan o'zimiz Jizzaxda ham qamaladigan odamlar shunaqa ishlar qilgan. Kichik sanoat zonasi sotish mumkinmi, bo'lmagan narsani menga sotgan. Qani qamalgani? Qamalgan yo'q, qamalish kerak ekan. Ko'plar shu ochiqda yursa, forma kiyib olib, o'g'limga tuhmat qilib 2 yil meni qon yig'latdi. Qani qamalgani? Oxirida tan oldi, esimga berilmasam tan olmas edi. Prokuror nima dedi? Ne? Bitta chiroyli qilib duo qilaylik. Kelinglar duo qilamiz. Otaxon duo qilib yuboring siz. O'qing, ota. O'tirib olinglar, o'tirib olinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Güzel ismi sıfatlarınca hamdü senalar olsun. Allohim bugungi kun majlislarni yakunlarini ko'paytgacha qanday chiroyli kelgan bo'lsa shunaqa chiroyli yakun qilishini o'zing nasib qilsin. Bisalaman o'zimiz bilan birga ochiq ketishni Robbana amin. Allohim shukurlarini o'nson qilib xonadoniga, bola chaqalarini oldiga sog' salomat borishlikda Allohim sendan so'rab qolamiz. Allohu akbar. Siltikmaymiz, bitib turasizmi? Ana qo'shimcha bir narsa deyaptimi bular? Qo'shimcha tergov boshlandi. Ha, bir ikkita dallam. Shunda qaysi kuni bo'ladi? Muzokaradan keyin sud tergovini tiklaydi bular, interesni. Muzokaraga o'tishda aniq qilish kerak edi menimcha. Bir ikkita dalillarga suyanib deyapti-yu. Yo'q, dalil bo'lsa muzokaraga o'tishdan oldin bo'lishi kerak. Shuni aytaman-da. Muzokaraga o'tib bo'ldi, yana qo'shimcha dalil deyapti. Endi advokatlar ham nima bo'lishi kerak. Haqminlarga voz bersa, dalillar boshqa qiladi. Qarang, 12 million bilan 5 million dedi. Nashrda adolat qilsin. Biz oddiy odamimiz bilib turibdi, masxara vazifalayapti. Bular nega shu adolat xafa bo'ldi, adolat xursand bo'ladi deb. Xafa qo'ydilar.
o'sha aniqlik kiritilmagan holatlari protsessda ham yana qo'shimcha aniqlik kiritiladigan holatlar mavjud bo'lsa, shu holatda sud tergoviga qaytariladi. Ya'ni sud endi men hozir ozgina kechib qoldim. Ya'ni nimaga nimasini eshitganim yo'q, lekin sudyani hissiyotga berilib hukm o'qishi bu noto'g'ri deb hisoblayman. Ya'ni sudya qonunga tayangan holda hukm chiqarishi Savollar ko'payib ketdi. Hozir shu narsalardan keyin boshqacha o'rganishga qayta topshiriladi degan fikr endi haqiqatdan oldingi ya'ni chiqishlarda prokuror oldiga so'ragan holatida gapirib o'tganmiz. Bu holatda prokuror nima sababdan, ya'ni jinoyat kodeksiga asosan nima sababdan oldin so'raganida qaysi qaysi epizod uchun qayerda o'zini isbotini topganini, qayerda isbotini topmagan holatlarini inobatga olib so'rashligi buni sudya aytib o'tgan. Ya'ni biz sudni hukmiga yo boshqa narsasiga bo'ldi. Men o'zim nazarimda endi qandaydir bir yaxshilik bo'ladigandek bo'layapti, xudo xolasa bo'ladigandek tuyulyapti men nazarimda. Bekorga orqaga bunday cho'zmayapti-da, yaxshilikka bo'larmi deyapman-da menimcha. Qancha odamlar duo qilyapti, o'sha duolar ijobat bo'lsin. Abdurahmon akalar mana kelib o'tiribdi, hamma do'stlar kelib o'tiribdi, xudo xolasa mana G'ayrat akam hozir yetib keldi. Do'st bo'ladigan bo'ldi. Faqat endi shanbaga qoldirildi, xudo xolasa bo'lib qolar degan niyatdamiz. Assalomu alaykum. YouTube tomoshabinlari, mana Jizzax viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Sirojiddin Media sudiga keldik. Yangi dushanba kunga qoldirildi. Mana endi hozir bu hozir sudyamiz aytyapti, oldindan bashorat qilyapsizlar deyapti-ku, lekin bashoratga o'zlari majbur qilib qo'yapti. Nima deb o'ylaysiz? Ha deb kelib yurishdan nima deb tushirish kerak? Muhokamaga o'tib bo'lingan narsa qolib ketibdi ekanmish nimalardir, yana qaytarilsa. Qanchadan beri sud bo'lyapti? Hozir adolatli adolatli qaror chiqarish uchun hozir yana o'rganish kerak. Bu tomoni to'g'ri, lekin o'tgan sudda ham yakuniy sud bo'lishi kerak. Endi ilohim sudimiz adolatli bo'lsin degan umiddaman. Chunki agar adolatsiz davlatda yashayotganimizdan Alloh asrasin, qo'rqib ketamiz. Mana shu narsa, mana shu sud juda ko'pchiligimiz blogerlarni miyasiga yaxshigina dars bo'lyapti. Mana nima bo'lishi mumkin degan narsa gap kelib qo'yyapti. Yaxshiligimiz, qilayotgan yaxshi ishlarimiz, prezidentimiz olib borayotgan siyosatni qo'llab-quvvatlab, prezidentim men turibdi orqangda, haqiqatni ayt, adolatni ayt, demokratik davlatda yashayapsan deyotganini qo'llab-quvvatlab, oxirida nimaga qarab kelishimiz mumkinligini juda chiroyli bizga ko'rsatib qo'yishyapti. Rahmat. Men bilmadim. Demak, kelayotgan e'lon qilingan sud qarori kuni so'nggisi bo'ladigan ishonchingiz bormi? Yo'q, endi bugun bor edi. Endi bilmadim, hali nimalar bo'larkin degan narsada hali qancha cho'larkin. Lekin mayli qilsin. Bitta iltimosimiz bor. Yurtboshimdan bir dona iltimosim bor. Mana ezgulik jamiyatini bergan kafolat xatlari, advokatlar berayotgan kafolat xatlariga asosan ehtiyot chorasini o'zgartirsin. Maylani tergovini o'tkazsin. Hammamiz qatnaymiz, hammamiz boramiz. Nima qiladi? Ushab o'tirib bo'ladi o'sha yerda.
40 kilogacha, 20 kilogacha vazn tashlab, tishlari to'kilib, sal sog'lig'iga qarardi o'sha bola ham. Yaxshilikni qilaman deb oxir oqibat nima bo'lyapti? Kerak emas bunaqa davlat. 2 yillab cho'zamiz. Jizzax viloyati jinoyatlar ishi sudida mana shunday sudlar qoldirildi. Hayron qolyapman-da, hozir ular yana ayblov komissiyasi ishlayotganidan dalolatlanadi. Nimadan dalolatlanadi? Hozir qanaqa tushunishingiz mumkin? Endi hozir yana boshqa deylar tikmoqchimi deb o'ylasak, unaqa emas menimcha. Nimaga desanglar, boshqa deylar tikmoqchi bo'lsa, uni tergovga qaytargan bo'lardi. Lekin tergovga qaytmadi. Tergov qo'shimcha aniqlik bilan. Ha, tergovga degan, ya'ni sud tergovni o'zi. Majlis tergoviga aniqlik kiritish kerak bo'lgan holatda bor. Endi to'g'risi, mayli bu sudyaning harakati hozirgi holat, mana bunaqa qaror noqonuniy qaror emas. To'g'ri, sudyaning vakolati bor masalan. Lekin uzoqdan kelayotgan odamlarni o'lsa ham 5 oy qilsa ham masalan hech kim xafa bo'lmaydi. Lekin 5 oy mana shuncha odam kelib ketsa hammaga qiyin bo'ladi. Yaqin joy emas. Issiq. Ayniqsa Sirojnikiga qiyin bo'ladi va yaqinlar. Hozir men sudyani gaplaridan e'tibor berib qarayapman-da, hali yana boshqa ishlar ham bor. Hali u sudga chiqadimi, yo'qmi bilmayman, lekin biz sud tergovini qayta tiklashimiz kerak degan gapni gapirdilar sudya. Bir u gapni unaqa gapdan sal yiroqroq, ya'ni guvohlarning ko'rsatmasi, guvohlar bilan hali yuzlashtiruv bo'lmadi dedi. Ya'ni 12 million o'sha quruvchi bilan bo'lgan holatda senga 12 million pul to'ladim deyapti, lekin shartnomada 5 million deb ko'rsatilyapti deb aytdi. O'sha holatlarga aniqlik kiritishimiz kerak degan fikrga keldi sud. Qo'shimcha ishlamas, qo'shimcha guvohlarni menimcha sud tergovga jalb qilish uchun qilindi. Yaxshi, bu aniqlik kiritilayotgani yaxshi, biz bu tarafdorimiz. To'liq o'rganilsin, aniqlik kiritilsin. Lekin ehtiyot chorani o'zgartirgan holda qilish mumkin shu narsalarni. Shundan xafamiz xolos. Shuncha payt sud protsessi cho'zilib keldi-da. Bu vaqt oralig'ida o'sha guvohlarni jalb qilib, aniqlik kiritish imkoniyati sudda bor edi. Albatta bor edi, albatta bor edi. Bu sud jarayonida qilinishi kerak bo'lgan ishlar edi o'zi. Endi u sud tergovi tugadi, muzokara eshitildi, hattoki Sirojnikining oxirgi so'zi eshitildi. Faqat hukm jarayoni qoldi. Endi o'sha sud tergovida qilingan kamchiliklar, to'liq o'rganilmagan holatlar uchun yana boshqatdan sud tergovi muddati tiklanildi. Tiklash ham noqonuniy emas-da. Masalan, sudya noqonuniy harakat qilyapti deya olmaymiz. Qonuniy harakat qilyapti. Lekin o'shani sud tergovi bo'lgan vaqtida hammasini to'liq to'kis ko'rib ketish mumkin edi. Shuncha odam ovora bo'ldi. Shu. Men bitta narsa aytsam bo'ladimi? She'r yozib qo'yaman bugun ham. She'ringiz bormi? Albatta. Sababi kimlar kulishi mumkin, o'zingiz bilasiz, lekin bitta narsa yozganman. Mana qaynagan odam yozadi. Men oqshom uxlamasdan yozib she'rni. Sababi hozir qo'pol bo'lsam aytaman, blogerlar bir-biriga nima qilgan sabab yozdim bu she'rni. Men birlashsin degan maqsadda yozdim narsani-da. Faqat eshitasiz, o'zingiz baho berasiz keyin. Shoira o'ylanir bosh qashlar. Ne sabab og'ar deb ko'z yoshlar? Oqibat mehrdan tondimi? Tajribda yonar dil qondoshlar. Bulbulni tiqsalar qafasga, qarg'a qar desa har nafasda. Qolmasa qadrining qiymati, og'zing yum desa lom demasdan. Ne bo'lar oxiri oqibat? Yeyishsa bir-birin bir millat, kasbdoshlar kasbdoshini yov bilsa, millatga bu illat musibat. Nahot til ichra bol qolmasa, shayton til ichra yov yollasa, zaboni dini bir millat, boshiga ne kuylar solmasa. Buguncha mayli u yutdim der, ertanchi shu shayton uni yer. Mangulik qafasni ochganda afsusdan kech qolib o'zini yer. Shuning uchun bas qil ey, shuning uchun bas qil do'st ey odam, qiyomatga yaqin bir qadam. O'zligingni unutma, qadring bil. O'zbekmiz, millamiz biz, jon bir tan, barim bitta jon. Iltimos, hurmatli blogerlar, bir-biringizni yeshib to'xtatinglar, iltimos. Faqat shuni iltimos qilaman. Bu gemim bo'lsa sizlarga iltimoslar eshitaman.